Texno Pro'ga yangi tovarlar kelibdi dedilar. Avazjon oldiga kelyapmiz. Ya assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Simsuka, yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Xudoga shukr, yaxshi. Yangi tovarlaringiz kelibdi. Xo'p, xudo xolasa yangi tovarlarimiz ertalab kirib keldi. To'g'ridan-to'g'ri Koreyadan kirib keldi aka tovarlarimiz. Birinchi qo'l. Voh, telefon iPhone'lar. Asli hammasi A+1da. Bemalol ko'rishingiz mumkin mana. Samsung deb so'raganlarni 22 yil turamiz mana. Kam qirilgan, shilingan joylari toza. Vashi chiroq ekanmi? Ranglar ham такой серьезный, темный синий. Hammasi amaliyotda. Es modelni mana so'raganlar uchun 21 modeli. Voy, buni rangini qarang. Purple nima deydi? Pushtimi bu? Nima bu? Pink rangida. Pink rangi, vashi chiroq. Bunaqa rangi kam chiqqan o'zi, ha? Ha, endi iPhone'ni ko'ramiz. iPhone 14 Pro so'raganlar uchun gold rangida. 14 Pro Gold. Birinchi qo'l aka, bexijolat. Bir qo'l ishlatilgan xolos. Bir qo'l xolos. Mayda juda bo'lmagan, ochilmagan. Bu Dubai refresh qayta ishlov emas. To'g'ridan-to'g'ri Koreyadan kirib keladi telefonlarimiz. Ertalab kirib keldi mana shularning hammasi mana. Sizlar 20 ta 30 ta telefon bo'lsa, hammasi ertalab kirib keldi. Hammasi bugun kirib kelgan. Ertalab kirib keldi. Xo'p, akalar, qadrdonlar, Chust bozordan, men bekorga arzon joylarni aytmayman, chunki Chust bozorchilarining hammasi arzon joyni so'rashadi. Sifatlisi. Telefon tutganda mana hadi 1 oyda, 2 oy buzilsa tuzatib, unaqa harom-xarash bo'lib ketmaydi. Telefon tutganday bo'lasiz. iPhone'ga qiziqadiganlar yoki Samsungga qiziqadiganlar hammasiga bor. Bemalol kelaverasizlar. Haqiqiy bir qo'l ishlatilgan koreyskiy deyaptilar. Keyin bizda yana yangiligimiz bor aka sizga. Bularni mamodo naqd pulga ola olmayman deganlar uchun bitta pasport evaziga do'konimizga keladilar. 3 oydan 1 yilgacha. 3 oydan 1 yilgacha bemalol chiqarib beraveramiz. Boshlang'ich to'lovi yo'q. Plastik karta oborot kerak emas. Faqat pasport, zakrit paket, unaqa narsalar, cheklovlar yo'q. iCloud qo'yib bermaysizlar. To'g'ridan-to'g'ri keladilar. 3 oydan 1 yilgacha bitta pasportga olib ketaveradilar. Bemalol. Xo'p, aka, telefon raqamingizni qo'yib qo'yaman, berib qo'yaman. Hop, mana Instagramlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Faqat yangiliklarni kuzatib borasizlar, issig'ida olasizlar. Bundan buyog'iga endi xudo xolasa ketma-ketligi uzilmaydi, kelishdi, davom etaveradi. Haftasiga keladi tovarlarimiz, haftasiga tugatamiz. Gapimni ham bo'lib tashladingiz. Bo'ldi, hozir joyi ko'rsatay, qaydaligini qidirib so'rashyapti. Xo'p, Texno Pro manzili o'zimiz avtokassada Namangan Petagi, shunaqa Namangan Petagi yo'li buyog'ida Layla yoshxona bor, Layla yoshxona, eski Layla yoshxona. Xo'p, mana shu yerda mana shu Texno Pro do'koni, adashmaylar, bu yerda pirashkaxona bor, Hoji pirashkaxonasi, bemalol shu to'g'risida kirib kelaverasizlar. Mana shu Texno Proda barcha telefon assortimentlarini shu Avazjon ukamizdan kelib olaverasizlar, aka. Bonuslarni ham zo'r qilib, bonuslarga sho'la qilib berasiz. Bonuslarga nima bor? Laminat bilan chexol qilib berasiz. Yo'q, bizda yana qo'shimchasi bor. Mana shu yerdan naushniklarni eng tozasidan ham qo'shib beraveraman. Bitta qo'shib berasiz. Chust bozordan desa bo'ldi. Obunachingiz uchun va bizda obunachimiz uchun. Bo'ldi, gap yo'q, Avazjon. Obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'lasiz.